Salom hurmatli kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan har bir aziz vatandoshim. Bugun siz bilan shunday muhim mavzuda gaplashamizki, bu ma'lumotlar har biringizning kundalik hayotingizga, moliyaviy barqarorligingizga, hatto tinchligingizga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki qattiq jarimalar, yangi taqiqlar va jiddiy jazolar haqida chuqur tahlil bo'ladi. Agar siz yaqin kelajakda pulingizni, vaqtingizni va asablaringizni behuda sarflashni istamasangiz, ushbu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotlar siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Hozirdayoq kanalimga obuna bo'lishni va videoga da like bosishni unutmang. Chunki sizni keyinchalik juda ko'p foydali va muhim kontent kutmoqda. Keling, muammoning ildiziga sho'ng'iymiz. Avvallari ko'pchiligimiz ma'lum bir qoidabuzarliklarga yengil-yelpi qarardik. Aytaylik, hovlimizdan chiqqan qurilish chiqindisini ruxsat etilmagan joyga tashlab ketish yoki kechasi qo'shnilarga xalaqit beradigan darajada shovqin qilish yoki bo'lmasa o'zimizga tegishli bo'lmagan hududda, misol uchun jamoat joyida daraxt kesish holatlari. Bunday harakatlar uchun belgilangan jarimalar juda past edi. Ba'zida nazoratchilar tomonidan e'tibordan chetda qolardi yoki hatto ba'zi holatlarda ikki og'iz gap bilan hal bo'lardi. Afsuski, bu holat fuqarolarning va tadbirkorlarning mas'uliyatsizligi, atrof muhitga nisbatan beparvoligiga va jamoat tartibiga rioya etmasligiga sabab bo'lardi. Ko'pchilik hech narsa qilmaydi, jarimasi arzon yoki baribir hech kim ko'rmaydi degan tushuncha bilan yashardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgarganini qat'iy ishonch bilan ayta olaman. So'nggi yillarda qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar natijasida avvalgi yengil qoidabuzarliklar uchun jiddiy javobgarlik belgilandi. Jarimalar miqdori bir necha barobar oshirildi. Yangi taqiqlar va cheklovlar joriy etildi. Eng muhimi, nazorat mexanizmlari kuchaytirildi. Endi kameralar, fotoqayd etish vositalari, dronlar, jamoat nazoratchilari faol ishlamoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi shikoyatlar, guvohlarning xabarlari ham jiddiy asos bo'lmoqda. Bu o'zgarishlar nimaga kerak edi? Asosiy maqsad ekologik vaziyatni yaxshilash, jamoat tartibini mustahkamlash, shahar va qishloqlarning obodligini ta'minlash, fuqarolarning sog'lig'ini himoya qilishdir. Endi o'zgarishlar shunchaki qog'ozda emas, ular amalda tatbiq etilmoqda va har bir fuqaro bu yangi qoidalarga moslashishi shart. Aks holda yoqimsiz moliyaviy yo'qotishlar va boshqa jiddiy muammolar kutmoqda. Keling, hozir konkret misollar bilan chuqur tahlil qilamiz. Kimga xavotir olish kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, ekologiyaga oid qoidabuzarliklar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan holatlardan biri chiqindilarni ruxsat etilmagan joylarga tashlash. Avvallari bitta chekka sigaret qoldig'ini tashlab ketgan odamga yoki hovlisidan chiqqan ozgina maishiy chiqindini belgilangan joydan boshqa yerga tashlagan fuqaroga nisbatan jarimalar deyarli sezilmas edi. Ko'pincha bu holatga oddiy ogohlantirish bilan chek qo'yilardi. Ammo hozir vaziyat butunlay boshqacha. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga ko'ra chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlash yoki joylashtirish, shuningdek suyuq maishiy chiqindilarni o'zboshimchalik bilan chiqarib yuborish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining behatam 1 baravaridan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 3 baravaridan 5 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bu hozirda 230 ming so'mdan qariyb 1 million so'mgacha bo'lgan summalar degani. Endi tasavvur qiling. Siz mashinangizdan bir dona shisha butilkani yo'l chetiga tashlab yubordingiz. Agarda bu holat kamera tomonidan yoki jamoat nazoratchisi tomonidan qayd etilsa, sizga eng kamida BXMning 1 baravari miqdorida jarima solinadi. Bu jarima oddiy bir shisha uchun. Agar siz misol uchun qurilish chiqindilarining g'isht bo'laklari, eski eshiklar, singan beton qismlarini belgilangan joyga emas, balki qandaydir ochiq maydonga, dala chetiga yoki ariqqa tashlab ketsangiz, bu jarima yanada keskinroq bo'ladi. Bunday holatlar uchun jarimalar BXMning 5 baravaridan 10 baravarigacha yetishi mumkin. Bu esa 1 million 600 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mgacha degani. Takroriy qoidabuzarlik holatida esa jarima miqdori 2 barobarga oshadi va hatto ma'muriy qamoqqa olish ham mumkin. Misol, Farg'onada yashovchi bir fuqaro uyini ta'mirlagandan so'ng qolgan qurilish chiqindilarini yashirincha shahar chetidagi dala chetiga olib borib to'kib kelgan. U bu ishni bir necha marta takrorlagan. Afsuski, uni mahalla faollari videoga olib tegishli idoralarga murojaat qilishgan. Natijada u BXMning 8 baravari miqdorida, ya'ni qariyb 2 million 600 ming so'm jarimaga tortilgan
ustiga ustak chiqindilarni o'z hisobidan yig'ishtirib olishga majbur bo'lgan. Avval bunday holatlar deyarli jazolanmas edi. Endi esa har qanday chiqindini tashlashdan oldin 2 marta o'ylab ko'rish kerak. Ikkinchidan, daraxtlarni noqonuniy kesish. Bu mavzu ham oxirgi yillarda juda dolzarb bo'lib, jamoatchilik orasida katta rezonansga sabab bo'ldi. Hukumat daraxtlarni kesishga mutlaq moratoriy e'lon qildi, ammo ba'zilar bunga e'tiborsiz qarayapti. Avvallari ayniqsa tadbirkorlar o'z obyektlari oldidagi daraxtlarni manzarani buzayapti degan vaj bilan kesib tashlash holatlari tez-tez uchrab turardi. Buning uchun jarimalar juda kam edi. Yoki hattoki o'zaro kelishuv yo'li bilan hal bo'lib ketardi. Hozir esa bu amallar uchun nafaqat ma'muriy, balki jinoiy javobgarlik ham nazarda tutilgan. MJTKning 1908 moddasiga ko'ra daraxtlar va butalarni, ko'chatlarni, nihollarni, boshqa o'simliklarni noqonuniy ravishda kesish, shikastlantirish yoki yo'q qilish BHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha jarimaga sabab bo'ladi. Ya'ni qariyb 1 million 600 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mgacha. Ammo bu hali hammasi emas. Agar daraxt kesilishi natijasida tabiatga katta miqdorda zarar yetkazilsa, masalan, kesilgan daraxtning qiymati katta bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka tortilishga asos bo'ladi. Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra, bunday harakatlar uchun BHMning 1 baravaridan 1000 baravargacha jarima, hatto 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ham qo'llanilishi mumkin. Bu summalarda 16 million so'mdan 33 million so'mgacha jarima degani. Misol, Toshkent shahridagi bir kafe egasi o'zining yozgi terrasasini kengaytirish maqsadida kafe oldidagi qadimgi chinor daraxtini ruxsatsiz kesib tashladi. U bu ishni tunda amalga oshirgan. Ammo qo'shni binodagi kamera bu holatni to'liq yozib olgan. Tekshiruvlar natijasida daraxtning yoshi va turiga qarab tabiatga yetkazilgan zarar 100 million so'mdan oshiq deb baholandi. Natijada kafe egasi nafaqat katta miqdordagi jarimaga tortildi, balki jinoiy ish qo'zg'atilib, unga nisbatan ozodlikni cheklash jazosi ham tayinlandi. Bu shunchaki bir daraxt kesish emas, balki tabiatga nisbatan qilingan jinoyat deb baholandi. Uchinchidan, jamoat tartibini buzish, xususan shovqin. Bu mavzu ayniqsa ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar uchun juda dolzarb. Avvallari qo'shnining shovqini, baland musiqa, qurilish ishlari yoki tungi bozimlar ko'pincha oddiy qo'shnichilik nizosi sifatida qaralardi. Politsiya chaqirilganda ham ko'pincha ogohlantirish berish bilan cheklanilardi, jiddiy choralar kamdan kam qo'llanilardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. MJTKning yaqin 3 moddasiga binoan mayda bezorilik, ya'ni jamoat joylarida fuqarolarning tinchligini va osoyishtaligini buzuvchi harakatlar BHMning 3 baravaridan 5 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Bu 990 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha. Tungi vaqtda soat 23:00 dan ertalab 6 gacha baland ovozda musiqa tinglash, qurilish ishlarini amalga oshirish, avtomobil signalidan sababsiz foydalanish va shu kabi boshqa shovqinli harakatlar ham mayda bezorilik sifatida baholanadi. Takroriy qoidabuzarlik uchun jarima miqdori oshirilishi va hatto 15 kungacha ma'muriy qamoqqa olish ham nazarda tutilgan. Misol, Toshkentdagi bir ko'p qavatli uyning 1-qavatida joylashgan do'kon egasi o'zining savdo obyektida tungi soatlarda baland musiqa qo'yib, qo'shni xonadonlar aholisining tinchini buzgan. Bir necha bor ogohlantirishlarga qaramay, u o'z harakatlaridan to'xtamagan. Mahallaning murojaati va video kuzatuv kameralaridan olingan yozuvlar asosida do'kon egasiga BHMning 1 baravari, ya'ni qariyb 1 million 320 ming so'm jarima solingan. Keyingi saf bu holat takrorlansa, jazo yanada qattiqroq bo'lishi haqida ogohlantirilgan. 4-dan, ruxsatsiz savdo va jamoat joylarini egallash. Shahar va tumanlar markazlarida yoki gavjum joylarda ba'zi fuqarolar o'z mahsulotlarini ruxsatsiz sotish yoxud o'zlariga tegishli bo'lmagan jamoat hududini, masalan, trottoarning bir qismini egallab olish holatlari kuzatiladi. Avvallari bu holatga ayniqsa bozorlar atrofida ko'z yumilardi yoki kamdan kam jazolanardi. Hozir esa bu ham qat'iy nazorat ostiga olingan. MJTKning bitta moddasiga ko'ra belgilangan tartibda ruxsatnomasiz faoliyat bilan shug'ullanish BHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha jarimaga sabab bo'ladi. Agar siz jamoat joyini, masalan, yo'l chetini yoki piyodalar yo'lagini o'zboshimchalik bilan egallab olib, savdo faoliyati bilan shug'ullansangiz, bu ham jamoat tartibini buzish, ham noqonuniy savdo faoliyati sifatida bog'lanadi. Misol, Samarqand shahridagi markaziy ko'chalardan birida bir fuqaro o'zining kichik stol-stulini qo'yib,
ruxsatsiz pishiriqlar sotgan. U piyodalar yo'lagining yarmini egallab olgan va yo'lovchilar o'tishiga xalaqit bergan. Mahalliy hokimiyat xodimlari va politsiya tomonidan o'tkazilgan reyd davomida ushbu fuqaro aniqlanib, BSHMning 6 baravari miqdorida, ya'ni qariyb 2 million so'm jarimaga tortilgan. Bundan tashqari, uning savdo qilish joyidan noqonuniy egallangan hududni bo'shatish talab qilingan. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, endi har bir qoidabuzarlik u qanchalik kichik tuyulmasin, jiddiy moliyaviy va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu boisdan ham har bir fuqaro va tadbirkorlik subyekti qonun talablariga qat'iy rioya etish shart. Xavotir olish kerak bo'lganlar, bu qonunlarga beparvo bo'lganlar, o'z harakatlarining oqibatlarini o'ylamaydiganlardir. Xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar esa qonunlarga hurmat bilan qaraydigan, atrof muhit va jamoat tartibiga rioya etadigan mas'uliyatli fuqarolardir. Endi esa ushbu qattiq qoidalar va jarimalarning ayrim istisno holatlari, kamchiliklari va bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Qonunlar har doim ham quruq qoidalar to'plami emas. Ularning ham o'ziga xos tushunchalar va qo'llanilish mexanizmlari bor. Birinchidan, istisno holatlar va ruxsatnomalar. Yuqorida aytganimizdek, daraxt kesish qat'iy taqiqlangan, ammo ayrim holatlarda ruxsat beriladi. Masalan, daraxt qurgan bo'lsa, xavfli holatda bo'lsa, inson hayotiga yoki mol-mulkiga xavf tug'dirsa yoki yong'in xavfsizligi qoidalariga zid bo'lsa, uni kesishga ruxsat olish mumkin. Lekin buning uchun o'zboshimchalik bilan harakat qilish mumkin emas. Qonuniy tartibda tegishli organlarga ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish idoralari murojaat qilib, xulosalar olgan holda ruxsatnoma olish shart. Agar ruxsatnoma olmasdan xavfli daraxtni kesib tashlasangiz ham baribir javobgarlikka tortilasiz. Chunki sizning harakatingiz o'zboshimchalikda bog'lanadi. Xuddi shunday qurilish chiqindilarini tashlash uchun ham belgilangan tartib va joylar mavjud. Maxsus xizmatlar bilan shartnoma tuzib, ular tomonidan olib ketilishini ta'minlashingiz kerak. O'zboshimchalik bilan qayergadir tashlab ketishning o'rniga shartnoma asosida ishlash har doim xarajatni kamaytiradi va muammolardan qutqaradi. Ikkinchidan, favqulodda holatlar. Ba'zida shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, qonun talablariga rioya etish imkonsiz bo'lib qoladi. Masalan, kuchli shamol yoki sel tufayli yo'lni to'sib qo'ygan daraxtni zudlik bilan kesish zarurati tug'ilganda. Bunday vaziyatda ham imkon qadar tezroq tegishli xizmatlarga xabar berish va ularning ko'rsatmalariga amal qilish muhimdir. Agar siz favqulodda vaziyat tufayli o'zboshimchalik bilan harakat qilgan bo'lsangiz ham, bu harakatingizni tasdiqlovchi dalillar, fotosuratlar, videolar, guvohlar ko'rsatmasi bo'lishi kerak. Aks holda oqibatlari siz uchun noxush bo'lishi mumkin. Uchinchidan, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan prinsip. Ko'pchilik men bilmasdim degan bahona bilan o'zini oqlamoqchi bo'ladi. Afsuski, bu qonun oldida kuchga ega emas. Har bir fuqaro o'z davlatining qonunlarini bilishga, ularga rioya etishga majbur. Hozirgi axborot asrida qonun hujjatlaridan xabardor bo'lish oson. Normativ huquqiy hujjatlar portali Regulation.uz, Lex.uz sayti kabi manbalar doimiy ravishda yangilanib boradi va ochiq hisoblanadi. 4-dan, raqamli dalillar va monitoring. Bugungi kunda har bir qoidabuzarlikni qayd etish imkoniyati juda yuqori. Ko'chalarda, uylarda, hatto avtomobillarda o'rnatilgan video kuzatuv kameralari, guvohlarning mobil telefonlari orqali olingan videolar va fotosuratlar sud organlari uchun asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. Ko'pchilik hech kim ko'rmaydi deb o'ylaydi, ammo bu mutlaqo noto'g'ri tushuncha. Ijtimoiy tarmoqlarda biror qoidabuzarlik haqida xabar tarqalishi ham rasmiy organlarning e'tiborini tortishi mumkin. Bunday holatda sizning harakatingizni inkor etishingiz juda qiyin bo'ladi. 5-dan, norozilik bildirib shikoyat qilish huquqi. Agar sizga jarima solinsa va siz bu qarordan norozi bo'lsangiz, qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Ammo bu jarayonda ham o'ziga xos nozikliklar mavjud. Shikoyat belgilangan muddatda, odatda 10 kun ichida va to'g'ri tartibda rasmiylashtirilishi kerak. Shikoyatingizni asoslovchi kuchli dalillar, guvohlar ko'rsatmasi yoki videolar bo'lishi shart. Agar siz shikoyatingizni yetarlicha asoslay olmasangiz, nafaqat noroziligingiz qondirilmasligi, balki ba'zi hollarda sud jarayonlariga ketgan vaqtingiz va sarflagan mablag'ingiz ham o'zingizga tushishi mumkin. Jarima shikoyat qilingan vaqtda to'lanmaydi, ammo sud qarori o'z kuchiga kirgandan so'ng to'lash majburiy bo'ladi. Ba'zi hollarda qonunbuzarlikning og'irligiga qarab
sud jarayoni davomida jarima miqdori o'zgarishi ham mumkin. 6-dan ma'muriy va jinoiy javobgarlik o'rtasidagi farq. Ko'pchilik bu ikkalasini chalkashtirib yuboradi. Ma'muriy javobgarlik bu asosan jarimalar, ma'muriy qamoq kabi yengilroq choralar. Jinoiy javobgarlik esa ozodlikdan mahrum qilish, katta miqdordagi jarimalar, majburiy jamoat ishlari kabi jiddiyroq jazo turlarini nazarda tutadi. Ma'muriy javobgarlikdan jinoiy javobgarlikka o'tish takroriylik yoki katta miqdordagi zarar yetkazish kabi holatlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, bir martalik chiqindi tashlash ma'muriy javobgarlikka olib kelsa, uni muntazam ravishda amalga oshirish, ayniqsa katta hajmdagi chiqindilar bilan jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Daraxt kesishda ham tabiatga yetkazilgan zarar miqdoriga qarab ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llaniladi. 7-dan mahalliy hokimiyat organlari, mahalla qo'mitalari va jamoatchilik nazoratchilarining roli. Oxirgi yillarda bu organlarning vakolatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Ular nafaqat ogohlantirish berish, balki qoidabuzarliklarni qayd etish va tegishli idoralarga yuborish huquqiga ega. Ularning murojaatlari rasmiy hujjat kuchiga ega. Shuning uchun mahalla faollarining ogohlantirishlariga e'tiborsiz qaramaslik kerak. Ularning aralashuvi ko'pincha jarimadan qutulishga yordam berishi mumkin. Ammo bunga beparvolik jiddiy oqibatlarga olib kelishi shubhasiz. Bu nozik jihatlarni tushunish sizga vaziyatlarga to'g'ri baho berishga va qonun oldida o'zingizni himoya qilishga yordam beradi. Eng muhimi, har doim qonunlarga rioya etishga va o'z huquqlaringizni bilishga intiling. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu qoidalarga qanday rioya qilish va nimalarga e'tibor berish kerak? Amaliy maslahatlarimga quloq tuting. Ular sizni ko'plab muammolardan xalos qiladi. Birinchidan, doimiy ravishda qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor bo'ling. Bu sizning eng birinchi va asosiy qadamingiz bo'lishi kerak. Qanday qilib? O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar portali regulation.org va Lexus veb saytini muntazam kuzatib boring. Bu saytlarda barcha qonunlar, qarorlar, yangiliklar ochiq e'lon qilinadi. Ba'zi ma'muriy jarimalar va ularning miqdorlari haqida ma'lumotlarni aynan shu yerdan topishingiz mumkin. Rasmiy yangiliklar manbalariga obuna bo'ling. Telegram kanallar. Yangiliklar saytlari orqali ham dolzarb o'zgarishlardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Ammo eng ishonchli manbalardan foydalanishni unutmang. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Men doimiy ravishda muhim qonunchilik yangiliklari, ularning amaliy qo'llanilishi haqida ma'lumot berib boraman. 2-dan, chiqindilarni to'g'ri tashlash madaniyatiga amal qiling. Maishiy chiqindilar, ularni faqatgina maxsus belgilangan chiqindi yig'ish shoxobchalariga tashlang. Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, maxsus konteynerlarga, xususiy uy-joyda yashasangiz, chiqindi olib ketuvchi xizmatlar bilan shartnoma asosida ishlashni unutmang. Hech qachon chiqindilarni ko'cha chetiga, ariqlarga, dala maydonlarga yoki boshqa belgilangan joylardan tashqariga tashlamang. Qurilish chiqindilari. Bu eng ko'p muammolar keltirib chiqaradigan chiqindi turi. Kichik miqdordagi qurilish chiqindilarini, masalan, bir g'ob g'isht parchalari uy maishiy chiqindilari bilan birga tashlashga yo'l qo'yilmaydi. Katta hajmdagi qurilish chiqindilarini tashish uchun maxsus xizmatlar bilan shartnoma tuzing. Masalan, maxsus trans yoki uning hududiy bo'linmalari shunday xizmatlarni taqdim etadi. Ular chiqindilarni belgilangan poligonlarga olib borib tashlaydi. Narxlar miqdoriga qarab belgilanadi. Ammo bu jarima to'lashdan ko'ra arzonroq va xavfsizroq. 3-dan, daraxtlarga nisbatan ehtiyotkor bo'ling. Daraxt kesish qat'iy taqiqlangan. Agar sizning hovlingizda yoki uyingiz oldida daraxt qurigan bo'lsa, xavfli holatda bo'lsa, uni kesishga shoshilmang. Avvalo, mahalliy ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga murojaat qiling. Mutaxassislar kelib vaziyatni baholaydilar va tegishli xulosa beradilar. Agar kesishga ruxsat berilsa, uni ham qonuniy tartibda amalga oshiring. Daraxtlarga zarar yetkazmang. Misol uchun, daraxtga mix qo'qish, uni bel bog'lash, poyasini shikastlash ham javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Kichik bir zarardan boshlanib, jiddiy jarimaga tortilishingiz mumkin. 4-dan, jamoat tinchligini buzmang. Tungi vaqtda shovqin solishdan saqlaning. Ayniqsa soat 23:00dan ertalab 6:00gacha baland ovozda musiqa tinglash, qurilish ishlarini amalga oshirish, shovqinli bazmlar uyushtirishga ruxsat berilmaydi. Agar sizda biron bir bayram yoki tadbir bo'lsa, qo'shnilaringizni ogohlantirib, iloji boricha tinchlikni saqlashga harakat qiling. Agar sizga shovqin xalaqit bersa,
avvalo qo'shningiz bilan osoyishta gaplashib ko'ring. Agar bu yordam bermasa, mahallaning faollariga yoki politsiyaning milliy raqamiga murojaat qiling. Ularga vaziyatni tushuntiring. Zarur bo'lsa, shovqinni tasdiqlovchi video yoki audio yozuvlarni taqdim eting. 5-dan, tadbirkorlar va aholi uchun jamoat joylarini egallashga oid maslahatlar. Agar siz savdo faoliyati bilan shug'ullansangiz, doimiy ravishda tegishli ruxsatnomalar va litsenziyalarga ega bo'ling. Ruxsatsiz savdo qilish yoki jamoat joylarini o'zboshimchalik bilan egallash qonunga xilofdir. Bu har qanday turdagi va hajmdagi tadbirkorlik faoliyatini boshlashdan oldin Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBotto.guz orqali kerakli ruxsatnomalarni oling. Bu juda muhim. 6-dan. Jarima solinganda nima qilish kerak? Vaziyatni xotirjam qabul qiling. Jarima protokolini diqqat bilan o'qing. Unda qoidabuzarlikning mohiyati, sanasi, vaqti, joyi va sizga qo'yilayotgan javobgarlikning moddasi aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar jarima asosli deb hisoblasangiz, uni belgilangan muddatda to'lang. Ko'pincha jarima protokoli berilgan kundan boshlab 15 kun ichida to'lansa, jarimaning 70% ni to'lash imkoniyati beriladi. Bu sizga moliyaviy yengillik yaratadi. Jarimalarni to'lash uchun banklar, Payme, Klik kabi to'lov tizimlari orqali to'lashingiz mumkin. Agar jarima qarori bilan norozi bo'lsangiz, yuqorida aytilganidek shikoyat qilish huquqingiz bor. Buning uchun sizda qat'iy dalillar bo'lishi kerak. 10 kun ichida tuman shahar sudiga yoki yuqori turuvchi organga yozma arza bilan murojaat qiling. Arza nusxasi, jarima protokoli nusxasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi va dalillaringiz, foto, video, guvohlar ko'rsatmasi bilan birga taqdim eting. Arizangizda voqeaning barcha tafsilotlarini, sizning harakatingiz qonuniy ekanligini tasdiqlovchi dalillarni va jarima qarorini bekor qilishni so'rab, aniq asoslar bilan yozing. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, qonunchilikdagi o'zgarishlar shunchaki rasmiyatchilik emas, balki hayotimizning har bir jahasida sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Endi har bir kichik qoidabuzarlik ham e'tiborsiz qolmaydi va jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu boisdan ham har birimiz qonunlarga rioya etishga, atrof muhitni asrashga va jamoat tartibini hurmat qilishga mas'uliyat bilan yondashishimiz shart. Sizning e'tiboringiz, mas'uliyatingiz va bilimingiz sizni ko'plab muammolardan himoya qiladi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham sizni shu kabi muhim va hayotiy mavzularda, videolarda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat va doimo qonunlarga rioya etgan holda tinch osida hayot kechiring.